Qotmadan kelgan, shamshod qomat, bug'doyrang yigit qishloqda paydo bo'ldi-yu, Oftobxon xolaning huzur-halovati yo'qoldi. Yigitning qorasini uzoqdan ko'rgan ona yuragi allanechuk bo'lib, gup-gup ura boshlaydi. Ko'z oldini qorong'ulik qoplaydi. Qachonlardir bitib ketgan dil jarohatlariga jarrohning nashtari tegib, yana yangilanganday, unga kimdir nomokob sepayotgandek yuragi bezillaydi. Shunday bo'lsa ham yigit Oftobxon xola yashab turgan ko'chadan o'tib qolgudek bo'lsa, ko'cha eshik yonida turib olib, to u muyulishga g'oyib bo'lguniga qadar termulib qaragan. Yigitni yurish-turishini, qaddi basta, jingalak soch boshini picha engashtirganicha salmoqlab odim tashlashi deysizmi, hamma harakatlari Oftobxon xolaning jangu jadal maydonidan qaytib kelmagan yostiqdoshi Umaralini eslataveradi. Umarali frontga ketayotganida xuddi shu yigit tengi edi. Nahotki odam bolasi ham ikki tomchi suvdek bir-biriga shu qadar o'xshab ketsa. Urush davrida yo'qolgan jigarbandi adashalimasmikin? Uyga kirsa ham, ko'chaga chiqsa ham, xola mudom qalbining talaygina bo'lagini yulib, allaqayoqlarga olib ketgan o'sha mash'um, borolli damlarni ko'z oldiga keltiraveradi. Ona xotirasi bilan teng kela oladigan xotira bo'lmasa kerak. Oradan fasllar, yillar oqar suvdek o'tib ketadiki, onaning mo'tabar xotirasida katta-yu kichik voqea, hamma narsa hamisha gavdalanib turaveradi. Bu borada shunchaki sinamoq, ishonch hosil etmoq niyatida volidangizning xotirasiga murojaat qilib qolgudek bo'lsangiz, ingallab yorug' dunyoni baxtiyor qilgan soatingizdan tortib, kechalari tamshanib ona ko'ksini axtarganingiz bormi? Ota-onangiz qalbini olam quvonchga to'ldirib, ilk bora ma degan kuningizgacha ayiq bolasi yanglig' teta-poya qilib yura boshlagan paytingiz-u, tishingiz yorib chiqayotgan kezlarda chinqirab yig'lab, o'zgalarga uyqu bermaganingizgacha batafsil xotirlay oladi onaizor. 42-yilning fasli bahori edi o'shanda. Umarali ishdan kelib, yelkasidagi ketmonini asta yerga qo'ydi-da, ariq labiga cho'kkaladi. Ketmonni hafsalasizlik bilan yuvdi. Odatdagidek shotutni ayri shoxiga ilish o'rniga qaznoqqa olib kirib, qattiq suzma saqlanadigan xurmachalar yonidagi qoziqlardan biriga avaylab osib qo'ydi. Endi biroz dam olishingga to'g'ri keladi, dedi ichida. Urushdan eson-omon qaytgach ishlataveraman seni. So'ng uning bu g'ayritabiiy harakatlaridan hayron bo'lib, kuzatib turgan umr yo'ldoshiga qaradi. Oftobxonning nazarida eri xomush ko'rinardi. O'zi nima gap dadasi? Hali hech narsadan bexabar xotin xotirjam savol berdi. Xafaroq ko'rinasiz. Betob bo'lib qolmadingizmi, Xudo ko'rsatmasin? Umarali ko'zlarini javdiratib, savoliga javob kutayotgan xotiniga tik boqdi. Gapini aylantirib o'tirmay, londasini aytdi qo'ydi. Biz ham jo'naydigan bo'ldik Oysara, dedi u bosiqlik bilan. Ular bir-birlarini to'ng'ich farzandlarini ismini aytib chaqirishardi. Qayoqqa dadasi? Tushunmaganday so'radi Oftobxon, yuragi g'ashlanib. Aytsangizchi tezroq, qayoqqa? Qayoqqa bo'lardi? Iblis Germon bilan urushga. Oysara, rayondan sim qoqishibdi. Chaqiriq qog'oz ham kepti. Voy, man o'lmasam, voy sho'rim. Oftobxon tizzasini ushlagancha yerga o'tirib qoldi. O'zingni tut Oysara, dedi Umarali dalda berib. Mana, navbat kelibdi, boramiz. Bolalarimiz baxtini o'g'irlamoqchi, oyoq osti qilmoqchi bo'lgan yovdan yurtni kim himoya qiladi? Ha, kim himoya qiladi? Alam bilan dilda kechirdi Oftobxon. Hali hech narsadan hech narsa yo'q, qayg'u qilishga nima bor? Ko'pga kelgan to'y. Keyin asta so'radi. Qachon dadasi? Hozir, shu topda-ya? Ertaga. Oftobxon tonga torgacha mijja qoqmay yelib yugurdi o'sha kechasi. Kir yuvdi, xamir qorib, tandir quchoqladi, non yopdi. Erta sahardan palov damladi. Subhi damda xotin xalajlarning qiychuvidan qishloq oyoqqa turdi. G'ala-g'ovur, shovqin-suron tobora avjiga chiqardi. Saman ot mingan suvoriy jarchi otni dupur-dupur choptirgancha, "Hoy azamatlar, tezroq bo'linglar", deya ko'chani boshiga ko'tarib, changu to'zon qoldirib o'tib ketdi. Bu da'vat qishloq ahli uchun yangilik emas,
Har gal harbiy xizmatga chaqirilganlarni stansiyaga ana shunday uzatib qolishardi. Ot aravalar, eshak aravalar turna qator. Piyoda odimlayotganlar son sanoqsiz. Go'yo bexosdan kimdir ari uyasini to'zitib yuborgandek. Butun bir qishloq ahli ko'chaga ko'chib chiqqan. Frontga ketayotgan bitta bo'lsa, uni ortida o'nlab kuzatuvchi. Umarali adashalini orqasiga opchilab olgan. Yonida chug'ur-chug'ur qilib, alla narsadan ko'ngli to'lib toshib gapirib kelayotgan qizchasi Oysara ham ko'cha changitib temir yo'l stansiyasiga qarab oshiqayotgan olomon ketidan ergashib pildiraydi. Sichqon dumini eslatuvchi ikkita kokili to'r do'ppisi ostidan chiqib turibdi. Biram tili biyron, boldek shirin bo'lganki, Umarali o'qtin-o'qtin kishi bilmas yengil xo'rsinib, qizining peshonasini silab qo'yadi. Stansiya bilan qishloq orasi ancha olis. Xotinlar, qiz-juvonlar, ayniqsa bolalar hademay charchab qolishdi. Katta bedapoyadan o'tgach, qo'sha terakdagi chakalakzorda picha dam olib, ilik paylarini yozishdi. Ba'zilar nonushta uchun belbog'larini dasturxon qilib yozishdi. "Dadajon", deydi qizaloq yo'lda dikir-dikir sakrar ekan. "Dada, bozorga ketyapmizmi?" "Ha, qizim, bozorga", deydi Umarali. "Kattakon bozorga, qizim." "Nima olib berasiz bizga?" deydi Oysara. "Sengami? Senga isirg'a, baldoq olib beraman." "Saqich, o'sma, o'yinchoq ham." "Ha, qizim, saqich, o'sma, o'yinchoq." "Adashgachi?" Oysara savol berishdan tolmaydi. "Ukanggayam?" "Ha, ukamgayam o'sma, saqichmi dadajon? O'g'il bola-ku." "Ukangga toychoq, xo'rozqand." "Mengayam xo'rozqand." "Olib beraman, qizim." Umarali xotiniga zimdan boqadi. Boyoqishning ko'z yoshi shashqator. "O'zingga ehtiyot bo'l, bolalarga bosh bo'lib yurgin", deydi Umarali yo'lda Oftobxonga. "Omonlik bo'lsa tezda qaytaman." "Tashvishlanmang dadasi, xavotir olavermang. Oy borib omon qayting, jumlai mo'min qatori." Stansiya, olomon, g'ala-g'ovur, hayqiriq-qiyqiriqlar, yig'i-sig'i, parovoz pishqiradi. Umarali qizi Oysara o'g'li Adashalini bag'riga qattiq bosdi. "Qani, azamatlar, vagonlarga!" deya hayqirdi bir harbiy kishi. Ari uyasi yana to'zib ketdi. Adashali, "Meniyam olib keting bozorga", deb otasini o'ngiriga mahkam yopishib oldi. "Poyezd, po'sht, ehtiyot bo'l, bosib olaman", deganday pishqirib o'rnidan qo'zg'aldi. Bir nuroniy kampir kaftlarini Fotihaga ochdi. "Ilohi omin. Tuproq olsalaring oltin bo'lsin, bo'talarim. Qonxo'r yovni Go'ristonga tiqib, basarlab kelinglar, bo'talarim." Oftobxon otasi ortidan talpingancha yig'lab qolgan o'g'li Adashalini ko'ksiga mahkam bosib, etagiga tirmashib olgan Oysarani ham yelkasidan quchgancha haykaldek qotib turib qoldi. Stansiya yaqinidagi maydonda ham qishloqlarni ot arava, eshak aravalar kutardi. Endigina boshlanayotgan hijron alamini ko'z yoshidan olayotgan qiz-juvonlar, vazmin mo'ysafidlar xomushlanib, poyezd ketgan tarafga qarab-qarab qo'yishardi. Aravalarga joylashar edi. "Qani Oftobxon", dedi allakim. "Mana bu yerga keling, sig'asizlar, joy bor." Yo'lga tushdilar. Hamma o'z fikru xayoli og'ushida. Bir payt Oftobxon aravadan sakrab yerga tushdi. "Adash qani?" Mudrab o'tirgan qiziga baqirib yubordi Oftobxon. "Ukang qani deyapman, Oysara?" "Bilmasam, yonimda o'tiruvdi-ku, uxlab qopman." "Voy o'lmasam, Adashali, Adashali-yu, hoy Adash." Oftobxon faryodidan to'xtagan karvonning u boshidan bu boshiga yelib yugurardi. "Qaydasan, Adashali? O'g'limni ko'rgan bormi, xaloyiq?" Hech qayerda ko'rinmasdi o'g'li. O'z dardi hasrati bilan o'zi ovora onayzorni g'aflatda qoldirib, yo'lda tushib qolgan bolasi. Nega? Dadasiga ergashib xarxasha qiluvdi boya. Baribir qochib ketaman degandi-ya, nahotki. "Bolam, voy bolam, qaydasan, Adashali?" deganicha qizini opichlab yo'lga tushdi Oftobxon. Stansiya tomonga halloslab yugurarkan. "Shoshma Oftob", dedi chollardan biri. "To'xta deyman, to'xta. Aqlingni yeb qo'ydingmi? Bir o'zing borasanmi stansiyaga? Meliqo'zi, hayda o'g'lim, bor. Obor stansiyaga", deb buyurdi u o'spirin aravakashga.
Yo'lda yiqilib qolmasin boyoqish. Stansiyada adashalini topisha olmadi. Nihoyat Oftobxon sariq qizil bayroqchalarini g'ilofga solib beliga osib olgan, tepasi qizil shapka kiygan to'lagina kishiga duch keldi-da, eng kattasi shu bo'lsa kerak degan xayolga bordi. Bola chaqangizni huzurini ko'ring, tog'a, dedi yalingan ohangda unga yaqinlasharkan. Bolam yo'qolib qoldi, o'g'il bola, 4 yashar. Siz ko'rmadingizmi, tog'a? Yo'q, tog'a ham uchratmagan edi. Lekin baxtsizlikka giriftor bo'lgan onaga ozor bermaslikka harakat qilib, anavi chakalakzordagi choyxonaga borib, samovarchidan so'rab surishtirishni maslahat qildi. Odatda odamlar biror narsa topib olishsa, egasi yo'qlab kelsa olib ketar deb choyxonada qoldirishar edi. Samovarchi Oftobxonning arzu-dodiga xayrxohlik bilan quloq solib turdi-da, "Afsus, bunday bola bu yerga kelmadi, singlim", dedi chap oyog'idagi yog'och protezni g'ichirlatib, choy yashikka o'tirarkan. "Biror kimsa bilan kirgandayam ko'rardim, singlim." "Voy, qaylarga bordi endi, tog'a?" dedi Oftobxon ovozi xirillab. "Istamagan yerim, so'ramagan odamim qolmadi, tog'a." "Noumid shayton, singlim", dedi samovarchi. "Yana izlab ko'ringchi, xabarlashib turaylik, biror daragi chiqsa yetkazaman." Umaralidan kelgan maktubda Stalingrad ostonasida jangga kirib ketyapmiz deyilgan edi. Bu so'nggisi bo'ldi. To'g'ri, yana bitta xat keldi frontdan, ammo bunisi qora xat edi. Kunlar ketidan oylar, fasllarni quvib fasllar o'taverdi. Qalbiga yaqin 2 kishisidan judo bo'lgan Oftobxonning sochlariga barvaqt oq oraladi. Ayriliq qaddini buksa ham irodasini bukolmadi. U ham ona, ham ota o'rnida qizini tarbiyalab voyaga yetkazdi. Vaqt soati kelib Oysarani turmushga uzatdi. Nevaralar ko'rdi. Dashtni kesib o'tgan yangi kanal qurilishida Umaraliga o'xshash adashalisini eslatuvchi injener paydo bo'ldi-yu, Oftobxon xolani huzur halovati yo'qoldi. Tunlari bedor, ko'ngli notinch. Bora-bora shu yigitni loaqal bir marta ko'rmagan kuni tomog'idan ovqat o'tmaydigan bo'lib qoldi. Yigitning sharpasini olisdan ko'rgan zahoti ona qalbi allanechuk talpinib, bezovtalanadi. "Qayerliksan, bolam? Kimning nuri diydasisan? Nega isming Andrey, familiyang Maksimov?" Oftobxon xola bu yigitni bir piyola choyga taklif etib, kimligini surishtirib olsammikin degan qarorga kelgach, injener negadir qorasini ko'rsatmay qo'ydi. Goh mashinada, goh mototsiklda kanal qazilayotgan tarafga o'tib turardi. Nima bo'ldi ekan? Birdan daraksiz ketdi. Xola tashvishga tushdi. Keyin kuyovi Doniyorni qo'yarda qo'ymay ishga soldi. "Boring, aylanay, xabar olingchi", dedi siniq ohangda. "Bilib kelingchi o'g'lim, nega ko'rinmay qoldi bu yangi injener?" Doniyor kallai sahar turib, rayon markazidagi mehmonxonaga bordi. Kanal qurilishida ishtirok etayotgan mutaxassislar o'sha joyda istiqomat qilishayotganini eshitgandi. "Kim bilsin, menga hisobot bermaydi u kishi", dedi navbatchi ayol. Keyin qo'shib qo'ydi. 5 kundan beri ko'rinmaydi." Doniyor kanal qurilishiga bordi. Injener Andrey Nikolayevich Maksimov oilasini ko'chirib kelgani Ukrainaga ketgan ekan. Bu yangilikdan boxabar bo'lgan Oftobxon xola yuziga ming shamli chiroq yog'du tashlab turgandek gulgun yashnadi. Ko'ngli ravshan tortdi. Har holda qaytib kelar ekan-ku. Poyezd qo'zg'aldi. Kupe oynasidan stansiyaga qarar ekan, Andrey bu yerga birinchi bor ish bilan kelgan kunini beixtiyor esladi. O'shanda Andrey qo'shaloq chamadonni tez yurar poyezddan zo'rg'a tushirib ulgurdi. Poyezd ketdi-yu, stansiya huvullab qoldi. Andrey Maksimovni kutib olishlari kerak edi. Toshkentdan turib telefon orqali bu yerdagi kanal qurilishi rahbarlari bilan bafurja gaplashib olgan edi. Biroq hech kim chiqmabdi. Andrey chamadonlarini stansiya yaqinidagi xiyobonga ko'tarib bordi. Quyuq salqin tushib turgan skameykaga qo'yib, o'zi ham yoniga cho'kdi. Ish kuni emasmi? Tentirab yurgan bekorchi odam uchramaydi. Ustiga ustak kun issiq, o'rganmagan kishini nafasi bo'g'ilib suvsiraydi. Guzardagi peshtoqiga allaqanday yozuv osilgan oynavand imorat ko'rindi. Oshxona yoki bufet bo'lsa ajab emas, gazli suv topilib qolar degan umid bilan Andrey chamadonlarini ko'tarib o'sha yerga bordi. Yaqinroq kelib qarasa, choyxona deb yozib qo'yishibdi.
Choydan bo'lak ichimlik bo'lmas ekan bu yerda. Chanqov bostiga yaxna choydan boshqa narsa yaramaydi, dedi samovarchi. Yaxna choy degani nimasi? Tushunmay so'radi Andrey. Bu yerlik emasga o'xshaysiz-a, mehmon? Ha, endigina poyezddan kanalga keldingizmi, mehmon? Qaydan bila qoldingiz? Butun mamlakatdan kelishyapti shu kunlarda, dedi choyxonachi mamnuniyat bilan piyolaga choy qo'yib unga uzatarkan. Ichavering, chanqoqni birdan qoldiradi. Darvoqe, yaxna choy deganimiz sovutilgan, ya'ni sovuq choy deganimiz bo'ladi, mehmon. Marhamat, yana qo'yaymi? Rahmat, dedi Andrey. Meni afv etasiz-u, mehmon, sizni o'zbek bo'lsa kerak debman. Mundoq qarasam tilimizga tushunmayapsiz. Kechirasiz, so'raganni aybi yo'q dedilar. Millatingiz? Rusman. Ota-onam Ukrainada katta bo'lgan ruslardan. Shunaqa deng, men bo'lsam qiziq. Stansiya binosi yaqiniga changi to'zon ko'tarib, gaz 69 mashinasi kelib to'xtadi. Undan yengi kalta oq ko'ylak kiygan chust to'pli yigit sakrab tushdi-da, temir yo'l stansiyasini 3-4 aylandi. So'ng mashina kalta osilgan zanjirchani ko'rsatkich barmog'i atrofida aylantirib, hushtak chalganicha choyxonaga kirib keldi. Assalomu alaykum, dedi shofyor takalluf bilan qo'lini ko'ksiga qo'yarkan. So'ng samovarchi bilan ham, Andrey bilan ham qo'l olishib salom alik qildi. Iye, kelsinlar, Eshboy polvon. Choyxonachi uni darrov tanidi. Ne shamollar uchiradi biz tomonlarga, og'ayni? Qalay ishlar? Og'ayni g'ildirak tagidan shamol o'tib turibdimi? Shukur aka, o'tib turibdi, dedi shofyor tomog'ini taqillatib, yaxnadan quying degan ma'noda ishora qilar ekan. Toshkentdan injener keladi, poyezdda deyishdi. Hali ko'z ochib ko'rishmagan kishi oldida sharmanda bo'p qolmasam deyman aka. O'zi nima gap? Nimasini aytay aka? Shoshilib balonga havoni ko'proq qamab qo'ygan ekanman desangiz, yarim yo'lga kelganda paq etib otib yuborsa bo'ladimi? Sabil, tovuni almashtirguncha ancha vaqt o'tdi. Poyezd ham o'tib ketgandir. Boyagi Toshkent tomondan keladigani. Ha, tez yurarmi Eshboy? Allaqachon o'tib ketdi. Bu yog'ini ish puldan tushdi aka, dedi shofyor afsuslanib. Yangi xo'jayinni vagon zina poyasidanoq o'zim kutib olib, to pensiyaga chiqib ketgunimcha u bilan birga yuraman degandimi aka? Ko'p qayg'uravermang mulla Eshboy, dedi samovarchi. Bo'lajak boshlig'ingiz sabr toqat bilan kutib turibdi sizni. Andrey ular o'rtasida davom etayotgan suhbatni mag'zini chaqa olmasa-da, poyezd, injener, Toshkent so'zlarini qulog'iga chalingach, gap o'zi haqida borayotganini sezdi. Kechirasiz, kimni kutgani keldingiz? Qaysi tashkilotdan? Deb so'radi Andrey shofyordan. Shofyor, nega o'z tilida gapirmay oliftagarchilik qilyapti bu? Deb o'yladi ichida. Keyin har ehtimolga qarshi bu notanish, g'alati tuyulgan odamni ismi sharifini so'radi. Maksimov Andrey Nikolayevich, dedi mehmon. Andrey Nikolayevich? Shofyor qulog'igacha qizarib ketdi. Assalomu alaykum Andrey Nikolayevich, men sizni kutib olishim kerak edi. Bu la'nati texnika yuzimni yerga qaratdi. Kuttirib qo'ydimmi? Hech qisi yo'q, dedi Andrey kulimsirab. Mana, tanishib ham oldik. Yanglishmasam siz Eshboy ekansiz-a? Xuddi shunday, deb yubordi shofyor xursand bo'lib. Nima qilamiz, ketaveramizmi? Mashina rayon markaziga qarab g'izillagancha ketdi. Eshboy boshliqqa birinchi kundanoq yomon ko'rinib qolmadimikin deb xavotirlandi. Biroq injener ichimdagini top toifasidagi dimxafa, kek saqlaydiganlardan xilidan emas ekan. Chunon sofdil, ko'ngli ochiq, dilkash ekan injener. Kunlardan birida injener kanal trassasidagi yumushlarni ko'zdan kechirib chiqqach, "Eshboy", dedi shofyorga qarab. "Bir stansiyaga borib kelmaymizmi?" "Ixtiyoringiz, Andrey Nikolayevich", dedi Eshboy. "Bir og'iz so'zingiz." Jo'nashdi. Yo'l-yo'lakay ikkovlon u yoqdan bu yoqdan gapirib ketishdi. "Shu yerda to'xtat Eshboy", dedi injener qo'sh terakka yetganlarida. "Pichadan olaylik." Andrey Nikolayevich mashinadan tushdi-yu, osmonga bo'y cho'zgan qo'sh terakni soyasiga borib, o'zini maysazorga otdi. Oradan biroz vaqt o'tgach, "Eshboy, shu senga bir gap aytmoqchiman, lekin hech kimga og'iz ocha ko'rma." "Xotirjam bo'ling, Andrey Nikolayevich", dedi shofyor boshlig'ini yoniga yonboshlar ekan. "Sezib yuribman,
Bir nima aytmoqchisiz-u indamaysiz. Bilasanmi, Eshboy, esingdami poyezddan tushgan kunim? Men ajib bir holatga tushib qoldim. Sinashda bo'lmaganimiz tufayli indamay qo'ya qoldim. Bilasanmi, o'sha kuni g'alati hissiyotni boshdan kechirdim. Menga juda yaxshi ayonki, ukrainalikman. Bu tomonlarga umrim bino bo'lib kelmaganman. Ammo temir yo'l stansiyasi, Iloniza dala yo'li, manavi sarqomat ikki tup terak qayerdadir ilgari ko'rgandayman. Bundoq ko'zimni yumib tasavvur qilaman. O'sha dastlabki kelishimizda ikki tup terakdan o'tgach, dala yo'li birdan o'ngga burilishi kerak deyman. Ko'zimni ochsam to'g'ri. Qachon bo'lganman bu tomonlarda? Kim bilan sayohat qilganman? O'zim ham juda hayronman. Shuning uchun ham hech kimga og'iz ochma dedim. Axir kulgili tuyulishi mumkin. Andrey Maksimov og'ziga uzun cho'pni solib, tish kavlayotgan kishiday chalqancha yotar ekan, jimib qoldi. Yoki boshqa narsani olaylik, Eshboy. Sen ba'zida xirgoyi qilasan, mazmuniga tushunmasam ham yoqadi. Yo bo'lmasa, o'zbek kuylari, qo'shiqlari radiodanmi, televizordanmi qulog'imga chalinsa, a'zoy badanim allanechuk jimirlab ketadi. Lekin nega bilmayman. Men ham, yelkasini qisdi Eshboy. Doniyorjonning hovlisi dasturxon to'ylardagidek bezatilgan. Stolning bir tomonida Oftobxon xola, qizi Oysara, kuyovi Doniyor va nevaralar bilan, ikkinchi tomonida esa rus ayoli Mariya Stepanovna Maksimova, o'g'li Andrey, parichehra kelini hamda nevaralar qurshovida savlat to'kib o'tirishibdi. Mahallaning nuroniy cholu kampirlari, qo'ni-qo'shnilari ham shu yerda. Bugungi mehmondorchilikka ikki oila uchun necha yillar mobaynida jumboq bo'lib kelgan sir uzil-kesil ravshan bo'ladi. Bundan kimdir xursand, kimdir tashvish va hayajonda. Mehmondorchilik uzoq davom etdi. Andreydan ko'zini uzolmay o'tirgan Oftobxon ayaga qo'shni chol so'z qotdi. Oftob, bu yigit haqiqatdan ham o'zbekka o'xshaydi. Gumoning rostmi deyman? Ha, aylanay ota, o'g'lim Adashaliga juda o'xshab ketadi. Mehmondorchilik boshlangandan beri ziyraklik bilan gap so'zlarni tinglab, odamlarni kuzatib turgan Mariya Stepanovna ularni gapiga to'la tushunmasa ham bir seskanib tushdi. U o'g'li Andreyni shu yerga kanalga ishga kelganidan xabardor bo'lganidayoq yuragi biroz g'ashlangan edi. Yo'lda kelayotib ham ochilib o'tirmadi. Andrey, "Oyjon, biz bilan ketayotganingizdan xafamisiz?" deb bir necha marta ko'ngil so'raganda, u "Yo'g'ey, nega endi?" deb qo'ya qoldi. Lekin tishoqini ko'rsatishga urinsa ham dardini ichiga yutib, xomushligi sababini sezdirmadi. "Oh, ko'zimni oq u qorasi Andreyginam", derdi ichida. "Sen ko'p narsadan bexabarsan. O'sha kuni sen ko'p bor gapirib berganing poyezd stansiyasi menga tanish, lekin uni hozir ko'rarga ko'zim yo'q. Chunki sendan ajralib qolish cho'chitadi meni. Ammo o'sha stansiya yuragimga juda yaqin. Negaki o'sha stansiya bo'lmaganida men uchun sen ham bo'lmasding." Mariya Stepanovna qarama-qarshi xayollar og'ushida 42-yilning bahorini yana esladi. O'shanda u o'rta bo'yli, xushbichim, firuza ko'zli malla soch yoshgina juvon edi. To'xtab ulgurmagan poyezddan epchillik bilan yerga sakrab tushdi-da, qo'lidagi bo'sh kotelokni baland ko'targanicha stansiya binosini uzoqdan mo'ljalga olib yugurdi. Stansiya deyarli kimsasiz edi. Uning poyezd sostavlarini kutib, kuzatib turgan temir yo'lchiga murojaat qilishiga to'g'ri keldi. U "Qayerda bo'lardi? Qaynoq suv choyxonada bo'ladi-da", deya javob berdi-da, keyin qo'shib qo'ydi. "U nariroqda, ulgurmaysan." Mariya hafsalasi pir bo'lib ortga qaytayotgan edi. Bir payt vagon eshigi oldida yig'lab turgan 4 yoshlar chamasidagi bir o'g'il bolaga ko'zi tushib qoldi. Uning boshida popukli to'r do'ppi, egnida qora nimcha, pochasi tizzasidan sal pastga tushib turgan oq ishton, oyog'ida tumshug'i ajrab ketgan eski botinkacha. Qosh ko'zlari timqora, lablari titraydi, ko'zlari yoshli, jajji qo'llarini parovoz tomon cho'zarkan, yig'i aralash tushunib bo'lmaydigan tilda allanimalar deb bidirlaydi. Mariya uning gapiga tushunmasa ham yuragi o'rtanib ketdi. Chopqillab borib bolani dast ko'tarib oldi. Atrofga alangladi. Hech kim ko'rinmadi. Bolani hadeb vagonga talpinishidan ota-onasi poyezddanmikan deb o'yladi. "Chiqasanmi?" deb ishora qildi bolaga.
U yana vagonga intildi. Demak, uning beg'am ota-onasi vagonda deb o'yladi. Pish-pish nafas olib turgan parovoz uzun gudoq berdi. Keyin xof deganicha ketma-ket pishqirdi-da, atrofni oppoq bug'ga to'ldirib, keyin o'rnidan qo'zg'aldi. Otangmi, onangmi topilib qolsa bir yaxshilab adabini berib qo'yayki, ikkinchi yo'qotishmasin seni. Xo'pmi o'g'lim? Obbo seni, bir-birimizni tushunmaganimiz chatoq-ku. Masha bolani yetaklab 3-vagongacha surishtirib bordi. Bolaning hech kimi chiqmadi. Voy, qayoqlarda yuribsan, Mashinka? Deya chug'urlashib ketishdi birga kelayotgan dugonalari ularni ko'rishi bilan. Nima, suv o'rniga bola topib keldingmi? Biz bo'lsak, suv keltiraman deb quduqqa tushib ketdingmi deb xavfsirayotgan edik. Gap bu yoqda ekanda. Suv nima qilsin bu sahroda? Qo'l siltadi Masha. Bolani asta o'rindiqqa o'tkazarkan. Tush o'g'lim, barakalla. Ha, shunday, o'tiraver. Qani burningni artib qo'yay. Barakalla. Qora ko'z o'g'lim, qora qosh o'g'lim. Mashinka dasturmolni olib, bolani og'zi burnini artdi. Bir zumda uni harbiy kiyimga burkangan qiz juvonlar o'rab olishdi. Voy, namuncha chiroyli bu topildiq, deydi biri. Ana ko'zu, mana qosh, xitob qiladi yana biri. Ko'mirning o'zginasi-ya, qop-qora. Oh, bu qora ko'zlar, degan qo'shiqni xirgoyi qila boshladi yana biri. Bola qo'lma-qo'l o'tdi. Qizlar bolaga chaqmoq qand, non, konserva berishdi. Avvaliga qanaqa odamlarning qo'rshoviga tushib qoldim deb sho'ppayib, yovvoyisiragan bola endilikda o'zini erkinroq, dadilroq tuta boshladi. Ularni tilini tushunmasa ham, muomalalaridan, tiniq chehralaridan yomonlikni ravo ko'rmayotganlari sezilib turardi. Mehr ko'zda emasmi? Qorni to'yganidanmi, yig'layverib charchaganidanmi, bola birpas kulimsirab o'tirgan bo'ldi-da, ko'zlari suzilib mudroq bosdi. Jangchini safar xaltasi unga yostiq bo'ldi. Shineli ko'rpa. Sho'xlikda, ko'hlikda, husni latofatda biri-biridan qolishmaydigan bu malaklar haqiqatdan ham shinelli qizlar edi. Ular frontga yaqin joylardagi sanitariya qismlarida, dala gospitallarida xizmat qilayotgan hamshiralar bo'lib, og'ir jarohatlangan jangchi va komandirlarni mamlakat ichkarisidagi janubiy shaharga ko'chirilgan gospitalga olib ketishayotgan edi. Bola pish-pish uxlayapti. Masha bilan Tanya bolani goh yetaklab, goh ko'tarib olib hamma vagonlarga kirib chiqishdi. Biron kimsa mening jigargo'sham bo'ladi demadi. Demak, taqdir deganlari shu ekan, dedi Masha yengil xo'rsinib. Mening o'g'lim bo'lib qoladi endi. Nega endi faqat seniki bo'larkan? Dedi qizlardan biri. Hammamizniki bo'la qolsin. Bunday bo'lishi mumkin emas, dedi Tanya. Bunday qilish yaramaydi. Nima, qo'g'irchoqmidi sizlarga u? Mashinka topib oldimi, uniki bo'ladi. Ismi nima ekan qora ko'zning? Dedi boyagi qiz. Buni bilish qiyin emas, dedi Tanya, miyasiga kelgan fikrdan sevinib, o'rnidan sapchib turar ekan. Men hozir. Ko'p vaqt o'tmay Tanya vagon provodnigini boshlab keldi. Uning tilmochligida bolani ismi Adashali, otasini ismi Umarali ekani aniqlandi. Adashali ruschasiga qaysi ismga to'g'ri kelarkin, o'rtoq provodnik? So'radi Tanya. Qaysi ismga to'g'ri kelishini bilmadim-u, Adash degani bizda, dedi provodnik picha o'ylanib, peshonasini silarkan. Bu so'z o'rtoq, yo'ldosh, do'st, hamdam degan tushunchani anglatadi. Rahmat sizga otaxon, dedi Masha. Shu kuni Masha va uning dugonalari provodnik tilmochligida Adashalining dadasi Umarali katta bozorda unga toychoq, xo'rozqand olib kelgani ketgani, Oftobxon degan onasi, Oysara ismli opasi borligini, ular aravada qolishganini bilib olishdi. Demak, bolaning otasi frontga ketgan. U esa nimadir bo'lib, onasidan adashib, stansiyada qolib ketgan. Oradan 2 kun o'tib, poyezd manzilga yetay deb qolganida, provodnik bolani o'zi bilan olib ketmoqchi ekanini aytdi. Biroq bundan natija chiqmadi. Na Masha, na Adashali ko'ndi bu taklifga. Bola Mashaga ancha ko'nikib qolgandi. Xotirjam bo'ling ota, dedi Masha. O'zingiz ko'rib turibsiz, bu begona siramayapti. Biz ko'p vaqt shu tomonda bo'lamiz, so'rab surishtiraman, xat yozaman. Stansiya ma'lum-ku, bolani uyiga qaytarishga harakat qilaman. Tun, vagon ichra sukunat hokim.
G'o'ng'ir suhbatlar ham tinib, barcha uyquga ketgan. Masha o'g'ilchani bag'riga bosgancha mijja qoqmay o'y suradi. Ro'paradagi o'rindiqqa chalqancha yotgan Tanya ham bedor. Buni payqagan Masha, "Tanya, eshityapsanmi, Tanichka?" deydi pichirlab. "Uxlamayapsanmi?" "Yo'q", deydi qiz ham unga hamohang. "O'zingchi, nega ko'z yummayapsan? Nimalarni o'ylayapsan, Mashinka?" "Andryushamni", dedi-yu jimib qoldi. Nimqorong'ilikda Tanya dugonasining yelkalari qaltirayotganini ko'rdi. Masha unsiz yig'lardi. "Bilasanmi, ko'kraklarim sutga to'lib ketganday emizgim kelyapti." "Qo'y, qaytarib olib kelarmiding ularni?" dedi Tanya shivirlab. "Mana baxtingga Xudoni o'zi yetkazdi boshqa Andrushani. Yig'lama Mashinka, ko'nglimni ezma o'rtoqjon, bo'lmasa mening ham yuragim toshdan emas." Tanya dugonasi Mashinkani boshidan kechgan mudhish voqealarni yaxshi bilardi. 2 yoshlikdan birga o'sgan, maktabda ham, texnikumda ham birga o'qishgan. Tanya erga chiqish qochib ketmaydi deb o'zini ta'biri bilan aytganda, bo'yniga ro'zg'or to'rvasini osishga oshiqmas. Masha esa 17 yoshdayoq sobiq sinfdoshi Kolya Maksimov bilan bir yostiqqa bosh qo'ygan. Undan do'mboqqina o'g'il ko'rgan edi. Urushning boshlaridayoq Mashaning eri bilan o'g'li Andrusha dushman shaharni bombardimon qilgan paytda qurbon bo'lishgan. So'ngra Tanya bilan Masha Qizil armiya safiga kirdilar. Otalari qo'liga qurol olib frontga jo'nashdi. Mushtipar onalari mamlakat ichkarisidan boshpana topdilar. 10 oy o'tibdi o'shandan buyon. Go'yo 10 yil bo'lganday. Yaqin orada tugamaydiganga o'xshaydi bu la'nat urush. "Ko'p qayg'uraverma", dedi Tanya dugonasini yoniga o'tib, uni yelkasidan qucharkan. "Nima qilaylik? Qismatimiz shu ekanda, Mashinka." Tong otishi bilan yana vagon asta-sekin jonlandi. Mashinka dong qotib uxlar, Adashali esa hali ham poyezdda ketayotganlaridan hayron. "Qachon yetamiz, opa?" deb so'radi unga tikilib yotgan Tanyadan. Qiz uni gapini o'zicha tushundi. "Ha, tush qilmoqchimisan?" dedi apil-tapil kiyinarkan. "Hozir yur, birga boramiz. Bet-qo'lingni ham yuvib kelamiz." Qizlar katta stansiyadan kotelok, flagalarda dog' suv olib chiqishdi. Choy damlashdi, nonushtaga o'tirishdi. "Adashali", dedi Tanya bolani e'tiborini o'ziga qaratib. "Mana bu non, aytchi, non." "Non", dedi Adashali umrida birinchi marta rus so'zini talaffuz etarkan. "Barakalla, Adashali, endichi Adashali, menga qara. Mana bu kolbasa." Bola aytishga qiynaldi. "Qani takrorlachi, Adashali? Kol, basa, kolbasa, kolbasa." Bola o'zida yo'q xushnud iljaydi. "Balla, azamat." "Mana bu esa", dedi qiz Mashinkani ko'rsatib. "Mama, qani aytchi, mama." Mashinkani ko'zlaridan tirqirab yosh oqib ketdi. "Oh, mening qora ko'zim, qora qoshim", deya bolani ko'ksiga tortdi-da, boshini silab peshonasidan o'pib qo'ydi. Adashali esa kiyik bolasiday dikrlab sakrarkan, "Mama kalbasa", deya takrorlardi. Shu talay vaqtgacha mama kalbasa Adashaliga laqab bo'lib qoldi. Mariya Stepanovna provodnik cholga aytganday qildi. So'rab surishtirdi, o'sha stansiyaga xat ham yo'lladi, lekin javob olishga ulgurmadi. Ularni frontga qaytishlariga to'g'ri kelib qoldi. Adashalini o'zi bilan birga olib ketdi. Masha Orenburgga chiqib turishlarini so'rab, oldindan onasiga Magnitogorskiyga telegramma yo'lladi. Urush tugagach, Orenburgdan Ukrainaga ko'chib o'tishdi. Adashali, ya'ni Andreyni oyoqqa turg'azaman deb ona suti og'ziga kelib, azob chekkanlari, urushdan keyingi qimmatchilik, onasining vafoti, bolaning kasallikka chalinib, ana ketdi, mana ketdi bo'lgan chog'lari. Andreyni maktabga qatnashi, keyin institutda tahsil olishi, uylanishi, birinchi farzand ko'rishdagi suyunishlari Mariya Stepanovnani ko'z oldidan kinolentaday lip-lip o'tdi. Mana bugun esa necha yillardan keyin taqdir ikki onani bir dasturxon atrofiga o'tkazib turibdi. Mariya Stepanovna xayol ummoniga g'arq bo'lib o'tirsa ham, e'tibori Oftobxon bilan sekin gaplashayotgan qariyada edi. Qariya esa savolida davom etardi. "Unday desang, Oftob,
Qanday belgilari bor edi yo'qolgan bolangni? Mariya Stepanovnaning onalik qalbi uni mehmonga taklif etishlari boisini allaqachon sezganday edi. Shunday bo'lsa ham, qani nima bo'larkin bu uchrashuv, deganday tishini tishiga qo'yib, g'ilt-g'ilt yutinib o'tiraverdi. Bolamni, dedi Oftobxon xola qaltirab o'rnidan turarkan. O'g'limni belgisi bir emas, 4 ta bo'lishi kerak yaxshilar. Endi xola dadilroq gapira boshladi. Hayajondan o'zini arang tutib, keyin sanay ketdi. Mening adashalim o'ng oyog'ini 2 marta kuydirib olgan yoshlik chog'ida. Birinchisi qaynoq suv to'kilib ketgandi. Ikkinchi safar soqqa yasayman deb patifon plastinkasini eritayotgan edi. Uchinchisi o'g'limning ensasida kichkinagina shish bor edi. To'rtinchisi belgisi chap qo'lini barmog'ida tesha bilan chopib olgan. Hamma onaning shu e'tiroflarini ichki hayajonda jim tinglashdi. Keyin tekshirib ko'rishdi. Hammasi to'g'ri chiqdi. Ikki ona ikki tomonda hushidan ketdi. Oftobxonni adashali suyab qoldi. Mariyani Oysara. Kelin kuyovlar, nevaralar bir-birlari bilan samimiy quchoqlashar, ko'zlaridan otilib chiqayotgan quvonch yoshlarini sira yashirishmas edi. Adashali, ya'ni Andrey ikki ona quchog'ida. Biri tuqqan onasi, ikkinchisi voyaga yetkazgan. Hikoyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Muallif Hamid Tojiboyev. Tinglaganingiz uchun rahmat.